O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi meni sevimli futbolchim Mirjalol Ne'matov jarohat olganligi sababli uning o'rniga katta ehtimol bilan Shohrux Tolipov o'yinga tushishi kutilmoqda. İstedim sen bana güller ver, İstesen hadiyalar pullar ver. Nazlarım bağlardan da şirin, kıpkızıl kırmızı güller ver. Men ishqingdan oshiq bo'ldim, dardli navo qo'shiq bo'ldim. Qayg'asalda bitgan sen chiroyingga kasal bo'ldim. Men ishqingda aşık oldum, seni gördüm aşık oldum. Bu dünyada çok mazali bal oldum, masal oldum. Sevgiden sarhoş bo'ldi can can can. Kuyladi xonish qildi can can can. Gelmezsen yanar canım vay 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 vay. Sen gelsen yayrab gider can can can. Sevgide sarhoş bo'ldi can can can. Kuyladi xonish qildi can can can. Gelmezsen yanar canım vay 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 vay. Sen gelsen yayrab gider can can can. Mirjalol aka, qayerdamiz? Xorazmdamiz Sevinch xonim.